Makgregor jamoasiga hurmatim cheksiz. Do'stim, sizning ham jamoangiz ajoyib. Kichkinagina kitob sevar. Sizlarni barchangizni yaxshi ko'raman. Qo'lingizdan ko'p narsa keladi, do'stim. Bir dona dastxat qo'yib bering, do'stim. Og'zingizni ko'p urintirib qo'ymang. Men sizni oldingizga borib, siz ko'p narsa qilishingizni baribir bilaman-ku. Sizning qo'lingizdan hammasi keladi. Ularni chaqiring, mehmonga chaqiring. Biz ularni hurmat qilamiz. Sizni hurmat qilaman. Men ham hurmat qilaman. Do'stim, men senga mana uyingga olib ketasan. Hozir sovg'a. Konor buni ham berib yubor, olib ketishsin. Mana do'stlarim. Dias va Konor Makgregorning bir-biriga bo'lgan o'zaro hurmatdagi mana shu press konferensiya bu ikkinchi jangdan oldin bo'lgan. Birinchi jangda Ned Dias butun dunyoni shokka solib o'sha paytdagi yengilmas Konor Makgregorni, chempion Makgregorni bo'g'ib qo'yib, uni mag'lub qilgandi. Ikkinchi jang boshlandi. Qasosonlari keldi. Dublinlik Konor mana endi qasos olmasa bo'lmasdi. Butun dunyoga o'sha jang tasodif ekanligini isbotlash uchun ham u bugun jang qilish kerak edi. Jang boshida u tashabbusni o'z qo'liga oldi. Ned Diasga yaxshi zarbalar o'tkaza oldi. Dias esa o'zini kurashda omadini sinab ko'rdi, chunki boshqa hech qanday imkoniyat ko'rinmayotgandi bu jangda. Lekin ikkinchi raundga kelib, Ned Dias ham Konor Makgregorni qiynab boshladi. Bilasiz, Diasning zarbalari og'ir, eng muhimi u yaxshigina zarba ko'tara oladigan jangchi. Konor esa u bilan tik oyoqda umuman jang qilishdan qo'rqmasdi. Hatto uni ba'zida klinchga olib, o'z aniq zarbalarini berishda davom etayotgandi. Dias esa qo'rqmagan holda mana bunaqa bitta-ikkita zo'r takedownlar qila oldi jang mobaynida. Jangchilar hurmatga loyiq va Konor Makgregor g'alaba qozondi. Meni kuzatayotgan hammaga rahmat aytaman va bu kanalga obuna bo'ling.